Kaldır. Ketama. Kelang hamma yoqda ko'chini bulg'ama. Sen ham yot tariqa. Kiyimni almashtiraman. Ay, men bilan ikkinchi o'ynashmasi chiqqan joyiga qaytib kirib boraman. Birlikda qolgim qaysi ko'rda qoldi? Qaysi ko'rda qoldi endi? İş qarzim bor. Buni pul otishma. Tog'am ketdi. Sulaymonlar quturdi. Tog'am dem. Men Sulaymon. Nima qilsam ekan, topdim. Bu qishloqda mer bo'laman. Men bo'laman. Bunday yashash jo'rimga deydi. Tog'am o'shalarni orqasida o'lib ketish aniq. Jarang ketdi qayqaldi tog'asini qidirib. Men o'zim merga beraman. Korchi, mer aka. Nima deysan? Minecraftda yozuvchilar tomon bir tashlab uxlamaysanmi? Bu issiqda. Uxlashni qo'ying. Meni bir tog'ni taniysizku? Ha, taniyman. Mol o'g'irlaganmi sen bilan? Uni qo'ying. Bu tongda kelib bitta aytdi-da. Sen dedi, nima? Seni ish qarzing bor ekan, o'shanga bor ekan, bu qanasan ekan dedi. O'shanga qayoqqa ketganini bilmaysizmi? Men bilmayman-ku, lekin anavi sen qizini olmoqchi bo'lgan bor-ku, taniysanmi? Ha, taniyman. Albatta taniyman. O'shanga borgin, o'sha bilishi mumkin. Anavi
sen jo'ga ekan, ha, o'g'ribacha, yana bironta narsa o'g'irlashga meni aytgani keldingmi? Uni buni qo'ying, hech qanaqa o'g'irlashga emas. To'g'onni bitta tog'da bitta kishi kelib aytdi-da, seni bir ish qarzing bor, o'shani to'lashing kerak ekan. Shunga bor ekan tog'ni tagiga dedi. Shunga endi nima qilishni, qayoqqa borishni bilmayapman-da. Voy falandar. To'laydigan vaqting kelibdi-da. Bu bir 93-yillari, 94-yillari bitta yomon razil ishlar qilib yurardi 94-yillari. Shu menimcha shuni kasofatidan ketdi. Uni bitta yoshligida fakafernichasi bordi, sevgilchasi. Menimcha o'sha bo'lsa kerak. Zaybat qivordilaring-ku, hozirgina bu yerda o'g'ridan kelyapman, yugurib pishib. O'sha yoqqa borsang bilsa kerak sevgili.